Assalomu alaykum do'stlar. Yana sizlar bilan O'rjon Kamalov. Nima deb boshlash bilmayman. Soat 9 dan o'tyapti. Aynan bitta soatda ma'lum bir chegaralarni, ma'lum bir ishlarni qo'ymayman. Men kuniga ozgina bo'lsa ham biologiyani o'rganishim kerak, yangi ilm o'rganishim kerak. Bo'ldi. Kimdirlar ertalab turib 6 da uyg'otib, har kuni 4 soat dars qilib, yo'q. Shunchaki minchadan o'rganamiz, natijani ko'ramiz. Demak, 30 kun chayans qilganmiz birinchi kuni. Demak, men bugun mana shu qo'limga taxminan tushib qolgan. Men endi o'zimga kartoshka tayyorlab olganman. Va o'rganadigan narsamiz bugun gilka liptlar. Gilka liptlarning uglevodlar bilan birikish natijasida hosil bo'lgan moddalar. Demak, liptlarni uglevodlar bilan birikish natijasida hosil bo'lgan moddalar. Fosfolipidlar kabi gilka liptlar ham plazmatik membrananing bir qismidir. Ular asosan plazmatik membrananing tashqi yuzasida joylashgan bo'lib, gilka kalksiyni hosil qilishda ishtirok etadi. Demak, gilkolipid degan modda bor, organik modda, murakkab modda, u uglevod va lipidni birikishdan hosil bo'lgan. Endi aytyaptiki, gilkolipidni fosfolipidga o'xshash jihati, ya'ni alini va liga o'xshashlik jihati. Gilkolipidning fosfolipid kabi o'xshashlik jihati bor ekan, u bitta plazmatik membranani, ya'ni hujayra bir devori bor, o'shani hosil qilishda ishtirok etar ekan. Endi aytyapti, gilkolipidlar membranani asosiy qismidan ko'ra ko'proq tashqi yuzasida gilka kalksiyni hosil qilishda ishtirok etar ekan. Demak, men shuni o'rgandim. Endi siz aytishingiz mumkin kimdirlar, siz o'qituvchisiz bilasiz. Yo'q, men standart davomida o'rganib boraman va natijani ko'rasiz. Shunchaki o'rganing, hech qanaqa sababsiz ko'ramiz.